Hammaga assalomu alaykum. Yangi olgan elegantli ko'ylagim bilan getrejib qolamiz. Ketdim. Mana bu dvoyka ham yangi. Ko'chaga ham, uyga ham kiysa boradi. Shunaqa yumshoq. Особенно bolam ko'targaningizda unga tugmachalar botmasin deb shunaqa kiyimlar olaman. Mana bunaqa yana nude rangi ham bor. Ikkalasi ham asal turadi. Meni ustimda S razmer. Bu dvoykani mana bunaqa kiysa ham bo'ladi. Yoki mana butunimni zavязка qolsa ham. Mana esa butunimni mana bunaqa o'rab, такой tegiga tiqib qolaman. Удобный. Rezinchikalar ham qilib yuborishgan ekan. Korичневый rangdagi bu meni yangi ko'ylagim. Rahim. Mana shunaqa однотонный ko'ylak. Shu yangi kiyimlarni birkasi o'zi shunaqa yaxshi ko'raman-da. Mana bunaqa turadi bu ko'ylak. Полный образ emas. Yana o'zining shunaqa baskasi bor va bu baskani где-то 3-4 xil variant qilib taqsa bo'ladi. Birinchi variant mana shunaqa biodralarga kiyish buni. Mana shunaqa taliyada qoldirsa bo'ladi. Tepaga olib chiqsa ham bo'ladi. Oldida shunaqa ko'rinadi. Orqasida ham mana bunaqa skladchkalari bor. Bitta boshqacha variantni o'ylab topdim. Chunki qo'llarim juda ham massivniy. Mana bunaqa ko'rinishni xohlagan variant qilib taqsa ham bo'ladi menimcha. Yokida bittasini qoldirib, bittasini tushirib olsa ham bo'ladi. Mana shunaqa asimetrik shaklida bo'ladi. Pishni ukladkani qilgan paytni yoyib olamiz. Makiyajim tayyor, bo'tga faqat blesk qo'shsa bo'ldi. Aksessuar esa tilla rangida menimcha ko'proq tushadi. Onam bilan magazinda mana bunaqa taqinchalar bo'tga parladim. Ikkinchi variant ham bor, toshligi. Yo'q, bunaqa toshli taqqanim yaxshimi? Nima deb o'ylaysizlar? Blesk. Yo'q, bunaqa obub parlaydigan bo'ldim. И qo'limga bunaqa sumочка. Ko'pchiligi shu eshigimni ochib obuvimni kiyishim yoqar ekan. Поэтому продолжаем. Taran! And so this is my final look. Честный, отзывlarni kommentariyada kutib qolaman. To'g'risini aytsam, mana bunaqa invalidlik qo'llar bilan syomka qilish juda ham qiyin ekan. Sochimga bu yetib ketsa juda ham og'riyapti. Men ketdim.